Qadrdonlar, mebellarda eng so'nggi fasondagi garantiyasi bor, sifati zo'r mebellar. Ko'rib turibsizlar, vibr juda ham ko'p. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, qadrdonlar, mebellar vobshe zo'ridan ekan. Mana bu tagini shunday ochadigan bo'lsak, polni sondiq ekan. Mana ko'ryapsizlarmi? Hamma joyiga ust-bosh nima qilishingiz mumkin. Matraslari ham zo'ridan bo'ladi. Mana bu mebellarni ko'ringlar. Shunday qilib ochib turib, jahlingiz chiqib bitta itirganda o'zi sekin tortib oladigandan bo'ladi. Eshiklari ham xuddi yangicha stilda bo'lagan, davochishli bo'ladi. Qattiq bitta yopsangiz, o'zi sekin yopiladi. Ya'ni qo'l-polni qisib qolmaydigandan bo'ladi. Bu yerda rasvetkalar siz xohlagan svetda tayyorlashib berishaveradi. Ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli. Qirg'oqlariga, ya'ni furnituralari eng zo'ridan, svetilniklari zo'ridan. Mana bu qirg'og'idagi, ya'ni ko'pchilikda ko'chib ketadigan narsalar zavodskoy narsada yopishadi ekan. Bularga hammasiga garantiyalar bor. Ushbu mebellarimiz vodiy bo'yicha dastavkasi mutlaqo tekin. Mana masalan, mana shu komplekt oladigan bo'lsak, divani, ikkita tumbichkasi, bitta trimosi, mana bunday shkaf kupesi qadrdonlar va tagida mana bunday sondiqchasi ham bor ekan. Bunimizning narxi $650. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Andijon viloyati, Andijon shahridan bo'lyapti.